Aleyküm. Savalashlar qanday mijozinglar yaxshimi? Aleyküm assalam, yaxshi ustoz. Aleyküm assalam, yaxshi. Aleyküm assalam. Aleyküm assalam. Hammalarning ovozi internet jaranglik yaxshi chiqyapti-da. Unda bo'lsa hozir darsimizni boshlaylik. Mana bugun o'tilmoqchi bo'lgan dars, ikkinchi dars. Hamda sizlarga oldingi navbatda oddiy shakl dars. Nimish? Ben aldığım dersin kaydını bir qanchadan narsa yasagandim. Ben hozir mana darsni so'zlayman. Bu dars vaqtida diqqat qilinglar. Oxirida savolingiz bo'lsa so'ranglar. Bu darsda sizlarga hammasidan so'zlab o'taman. Topshiriqda nima ishladinglar, uni qanday qilamiz? Hamma tafsilotini. Undan keyin bizga yangi o'qituvchilar kirdi. Bundan intayin yaxshi ish. Chunki jiqaroq o'qituvchilar bo'lgan chaqda sizlarga jiqaroq vaqt sarf qilib bo'ldi. Hozir o'quvchilarning soni 180 dan eshib 190 ga bordi. Unda bo'lgan keyin sizlar bir kichik sinf emas, bir xalqaro darajadagi intayin cho'ng sinf 200. Unda bo'lganda Amerikadan, Kanada, Yevropa, asosli Turkiyada jiq, hatto Avstraliya, Yangi Zelandiya, nurg'un davlatlarda bor. Unda bo'lganda sizlarningki savodishinglar dunyoning hamma yerlarida bor degan gap. Andan bizningki o'qituvchilar bor, tushuntirib o'taman. Hozirgi nima degan chog'da sizlar Tinkercadni ochib ko'rgan vaqtinglarda nurg'un narsalarni bayqabsizlar. Har xil 3D shakldagi narsalarni nurg'un yasabsizlar. Bu nima degan chaqda haqiqatan bizda nurg'un narsalar bo'lishi mumkin. Sizlarga bu darsda nima o'rgatamiz degan chaqda yaxshi mahoratlarni, to'g'ri detal shu shakllarni o'rgatamiz. Buningda sizlar oldi bilan bu yangi ishlarni boshlagan vaqtingda bu tasga deb o'ylamanglar. Uyg'urlarda bizda bir jasorat bo'lish kerak. Qanday bo'lgan chaqda biz mushundaq o'zligimizdagi milliy ruhni yaxshi saqlab qolamiz degan chaqda hargizmi bu ish tasga deb ishni o'ylamanglar. Men qanday qilganda kuchli bo'la olayman degan o'ylanglar. Topshiriqni tasga deb o'ylamanglar. Men qanday bo'lgan chaqda yaxshi bo'laman deb o'ylanglar. İmtihon bo'lgan chaqda imtihon oson bo'lsa demanglar. Men qanday bo'lgan chaqda kuchli bo'laman degan o'ylanglar. Shuning bilan sizlar cho'qim shu nishon qilgan yetmoqchi bo'lgan nishoningizga yeta olamiz. Onun keyin sizlarga materiallarni ko'rsatdim. Oldingi dars asosan shu bizning darsimizning materiallari. Buningda Tinkercad sinfi bor. Ko'pincha 80% degandek 70% o'quvchilar qatnashib, har xil topshiriqlarni ishlab beribdi. 300 dan ortiq materiallar bor ekan. Buni ko'rib xush bo'ldim. Lekin yana 30-40% o'quvchilar yoki kirmabdi yoki hech qanday narsa ishlamabdi. Bu darsni qanday qilganda yaxshi o'rgana olasizlar degan chaqda bir narsani yasash orqali. Xuddi bir Legoda cho'qim bir narsa qarashtirib baxsanglar, undan keyin har xil texnikalarni o'rgangan o'xshaydi. Unda bo'lsa buningdagi uyg'urcha mangutak torbita kiranglar. Mangutak torbitida nurg'un shular va buni davomli yangilab turyapmiz. Balkim ba'zi bir nimalar ketgan bo'lishi mumkin, yangilab turayotgan bo'lg'achqa bita azar ishlamay qolgan bo'lishi mumkin. Buni yangildik, uni qaytadan ko'rib baqinglar. Undan keyin Amerika bilan Kanadadan agar uyg'urchanglar o'qishcha azroq masala bo'lsa, buningki inglizcha torbit bor. Qaranglar, inglizcha torbitda. Buni ko'rib ichib baqsangiz bo'ldi. Men shu darsni shu butkul materiallarni hammasi to'g'ri qo'yib ma'lumotimiz. Undan keyin YouTube kanalida bizningki darslarimizni hammasini qo'yib ma'lumot. Hozir eng chong masala nima degan chaqda men sizlarga topshiriqdan so'zlab o'tay. Oldingi bir darsni yig'inchoqlab, undan keyin shu topshiriq to'g'riliq. Undaqda o'quvchilarning nurg'ulg'an savollar tushdi. Topshiriqni nereden topshiramiz, qanday baholaydi, qanday bilamiz deb. Bu sizlar Tinkercad sinfida bo'lgan keyin men sizlarning hamma ishinglarni ko'rib tura olaman. Qandaq 180 nacha o'quvchi bo'lsa, har bir o'quvchi nima ish qildi,
qaysi vaqtda qanday ish qildi, shuni ko'rib turaman. Uning uchun sizlar topshiriqni topshirish hojatsiz. Sizlar o'zingizga shu Tinkercad shu nimasiga kirdinglar, kirsanglar, o'zinglarningki hammalarning ismi bor, maxsus kirdigan, login deydi. Shuni kirishga shu o'zingizning ismi bilan dadangning ismini qo'shilgan holatda bir ism yasab bergan. Shu ism bo'yicha kirib, topshiriqni ashadil ishlasanglar bo'ldi. Uni topshirish hojatsiz. Men sizlarning hamma ishingizni ko'rib turman. Agar sizlar topshiriqni topshirmasanglar, uni ko'ra olmayman. Kim u qaysi vaqtda kirdi, uni bila olmayman. Shunga shu bir to'r darsi. Bu intayin hammamizniki bir ishlarni yaxshi olib berishga turtkilik. Shunga darsga kiringlar. Ana bir necha masalalar bor. Buni bir so'zlab o'tay. Birisi shu har bir topshiriqniki qilayotgan ishlarning mavzusi, endi qanday izohat yozamiz, endi topshiriqning muhlati. Chunki bu nima degan chaqda yangi boshladik, sizlarni birinchi dars nima degan chaqda dunyoni shunday ko'rib baqinglar. Shuni Tinkercadni ko'rib baqinglar, qanday ish qilib baqsanglar bo'ldi deb. Chunki bu dars nima degan chaqda idea to prototype, ya'ni ideyadan prototipgacha. Buni yana qanday tushunish kerak degan chaqda ideyadan yangilik yaratishgacha. Idea to innovation deydi. Yangilik yaratish darsi bu. Faqatla programmani o'rgatilgan, ya'ni yumshoq detal yoki qattiq detalni o'rgatilgan bir dars emas. Bu sizlarni bir yuksak darajada bir yangilik yaratish, qanday qilganda kashfiyotchilik ishlarni qila oladigan bu dars. Shunlashqa sizlarniki bu qilayotgan ishinglarni biz hammani ko'rib ma'amiz. Uning keyin birinchi ish nima degan chaqda shu topshiriqdagi topshiriqning mavzusini qo'yish. Bu qanday degan chaqda buniki chambarning ichida on and the off circuit, ya inglizcha yozib qo'yibdik, lekin uyg'urcha yozsanglar bo'ldi. Shuniki mavzusini qo'yishinglar kerak. Qanday desanglar, ba'zi o'quvchilar shu qadar aktivlik bilan ish qildiki, 10 necha misolni ishlab etdi. Lekin bizningki o topshiriqni tekshirash uchun hammasini tekshirib bo'lg'ili vaqtimiz yetishmaydi, chunki 180 o'quvchi. Unda bo'lgandan keyin bizga masalani qulaylik qilish uchun qanday qilishinglar kerak degan chaqda buningki ismini yaxshi qilinglar. Mayli 10 ni yozsanglar, mayli 50 ni yozsanglar, mayli, lekin bizningki ko'rish uchun bizga birinchi topshiriq bitdi deysizlar. Unda bo'lsa shu birinchi topshiriq bitgan bo'lsa, shuniga baho beramiz, uni ko'rib boqamiz. Xato men yo'llab qo'yganda ko'ranganmi? Hammanikini ko'rdik. To'xtab turing. Yo'llayamidin? Ya yo'llamaysiz. Shu siz Tinkercadga kirib, topshiriqni ishlab, ashyadan chiqib ketsangiz, hammani ko'rib tura olayman. Mana Tinkercad degan bir sinf, xuddi shu Zoom'ga kirgan vaqtingizda sizlarni hozir hammangni ko'ra olayman. Shunami har biringlarni? Bu Zoom sinfi. Uning keyin men Tinkercadga kirib bir mashg'ulot olib bo'lsanglar, sizlarning mashg'ulotinglarning hammani ko'rib tura olayman. Kim nima ish qildi, endi siz sinfdan chiqib ketsanglar, sizlarning qilgan ishinglarni baho bera olamiz. Siz topshiriqni topshirmaysizlar, emaildan avatmanglar, WhatsAppdan avatmanglar, Tordan avatmanglar. Chunki har bir yerga birdan mas'ul o'qituvchilar bor. Yevropaga Sabirjon o'qituvchi bor. Sabirjon qarindoshimiz o'qituvchi, sizlarga Yevropadagi o'quvchilarga Sabirjon mas'ul, Turkiyadagiga Muhammad Amin ukamiz mas'ul. Uningki unda o'quvchisi bor, ham 5-6 yillik nurg'ulg'an tajribasi bor. Shu o'quvchilar bilan birga sizlarning topshiriqlarni tekshirib, shunaqa baho berdi. Men sizga so'zlab beraman, qanday baho berganini. Birinchi ish, muhim ish, topshiriqning mavzusini qo'yinglar. Muallim meniki ko'rdingizmi? Hammalarnikini ko'rdik, Muallim men ismini yozgan vaqtimizda 01 da to'xtab turing. Siz behjiq gap qilyapsiz, men darsimni bitirib olmasak, vaqt 1 soat. Mening vaqtimiz 1 soatda dars tugaydi. Agar oxirda savolingiz bo'lsa, oxirda dang, men sizga hamma deb berman. Shunga birinchi ish nima ekan? Siz chuqur esingizda chiqib tutinglarki,
topshiriqning mavzusi muhim. Hozir men sinfda 180 o'quvchi bo'lg'achqa, hozir aldirmay turanglar. Hammanglar sabrchan bo'lsin, sabrli bo'lsin. Hammanglar muhim buningda. Qanday desanglar, har bir o'quvchini mo'yin degan bo'lg'achqa sizlarni akirib dars so'zlayapmiz. Unaqa qanday qilsizlar degan chog'da agar yaxshi ishlab bo'lsanglar, bitti deb yozib qo'yinglar. Birinchi topshiriq bitti. Agar birinchi topshiriqda masala bo'lsa, birinchi topshiriq masala. Yoki birinchi topshiriqda masala bor deb cho'qib mushtaq qilib qo'ysanglar, biz naq shuni ko'ramiz. Chunki ba'zan o'quvchilar 10 necha misolni ishlabdi, lekin qolishini ko'rishni bilmadik. Shunga biz uni baholab olmaymiz amini. Uningdan faqat har bir topshiriqdan faqat darsdan binali tekshiramiz. Yoki agar muhim bo'lsa, 2 kun ishlagan bo'lsangiz yozib qo'yinglar. Buningda bir masala bor deb. Shunlashqa birinchi topshiriq bitti yoki birinchi topshiriq masala. Buning mavzusi muhim, ha? Uning keyinda ikkinchisi topshiriqni qanday baho beramiz degan vaqtida ya sizlar qandaqsiga bir izohat yozsizlar. Sizlar bir Tinkercadni ishlagan bo'lsanglar, mishada izohat yozadigan bir konapka bor, qaranglar. Mana bu notes deydi. Mushu notes tool degan yerga sizlar xat yoza olasizlar. Yoki men xat yoza olaman, yaxshi bo'pti deb. Agar sizlarda masala bo'lsa, mushu notes tool degan har bir yerga chekib, har bir qilayotgan ishinglarga yozib qo'ysanglar, bu intayin yaxshi narsa. Hamma yerga cheka olasizlar. 10 ni yozsanglar mayli, 5 ni yozsanglar mayli. Agar masala bo'lsa, to'ppiga yozinglar. Mush to'ppiga menimki mundaq bir masalam bor. Buni qilsam ishlamadi. Qanday qilma deb to'ppiga yozib qo'ysanglar, men kirgan vaqtimda sizlarningki har bir o'quvchinikini ko'ra olaman shu Tinkercaddan. Tinkercaddagi o'qituvchilarmi hammasi ko'ra oladi. Mening o'g'lim Ehsonmi ko'ra oladi. Undan keyin Muhammad Amin ukamiz Turkiyadan, undan professor Murat Orxun bor. Mana shu qarindoshlarimizning hammasidanki necha o'quvchi kimga mas'ul deganisi bor. Shunga email atmanglar, WhatsAppdan atmanglar, faqat Tinkercadda ko'ramiz. Endi mush notesga biz javob yozamiz. Masalan, men o'quvchiga biz javob yozdik. Yaxshi bo'pti, yoki masala bo'lsa, bu yerda masala bo'pti, meni o'zgarting deb mushlarning hammasiga biz javob yoza olamiz. Shunlashqa bu ikkinchisi topshiriqqa izohat yozish. Shunga topshiriqni xuddi normaldagi maktabga o'xshash topshiradigan ish emas. Hammasi Tinkercadning o'z dili bo'ldi. Shu o'zgili yozib qo'ysanglar, hammani ko'ra olamiz. Uning keyindan yana nereden baha qo'ya olamiz degan chog'da baholash. Har bir narsani ishlagan chog'da sizlarningki shu o'zingizning ismiga kirgan vaqtingizda har bir loyiha va har bir loyihaga baho beramiz. Masalan, yulduz verdik. Oy, birinchi darajada yoki intayin yaxshi deb. Yoki yaxshi bo'pti, yoki A+ deb har xil baholarni beramiz. Shunga bu bizniki baho berish usulimiz. Shunlashqa nomer vermaymiz, maktabga o'xshash 190 deb. Chunki har qanday o'quvchi qanday narsa ishlasa yoki davomli ishlang deymiz, yaxshi bo'pti deymiz, 5 yulduzni beramiz yoki A+ deb yozamiz. Shunga sizlarning qilayotgan ishlarning hammasi baholandi, yaxshi bo'lmadi. Hech kimninkini nachar demaymiz, nacharmi degan olmaydi. Shunlashqa sizlar intayin o'zingizga ishonch bo'lsin. Qanday qilsam bo'ldi deb. Hamma shu sizlarni o'qituvchilar. Agar Turkiyadan bo'lsanglar, Muhammad Amin o'qituvchim meniki baholabdi deb tushunsan bo'ldi. Doktor Murat Orxun patarda qo'shildi. Hamma shu biz o'qituvchilar. Undan keyin topshirish muhlati. Biz muhlat bermasak bo'lmaydi. Chunki 180 o'quvchini birma-bir tepib, har bir o'quvchiga nomer qo'yish behjiq vaqt oladigan ish ekan. Shunlashqa sizlarga yordamchi bo'lishinglar kerak. Sizlar qanday yordamchi bo'la olasizlar? Birsi topshiriqningki men abam deb o'tgandek mavzusini qo'yish, ikkinchisi topshiriq izohat yozish, uchinchisi topshiriqni vaqtida topshirish. Masalan, bugun dars o'tgan bo'lsam, juma kashfog'icha Tinkercadda ishlab bo'lsizlar. Tinkercadga ishlab bo'lsanglar, ash yetarli. Uni nima qilmasang topshirmaysizlar. Tinkercadga ishlab qo'ysanglar, ash yetarli. Agar juma kundan keyin qilib qolganligini tekshirmaymiz.
Chunki har bir o'quvchini birin-biri izlab tepish kerak. Shunlashqa chuqur juma kashdan burun ishlab ko'ringlar, juma kash. Eng oxirgi vaqtda. Uning keyindan kompyuter, ya'ni taqlid orqali qilsizlar, Tinkercad'da email atmanglar, tordan yo'llamaysizlar. Tordan faqat shu dars qarta fikringlarni yo'llaysizlar. Tamam. Bundaqda topshiriqdagi masalalar men shu darsni to'r betim qilib qo'ymay ikkinchi darsda shu ikkinchi darsga qarasanglar shu topshiriq to'g'riliq birinchi ikkinchi uchinchi nuqtalar bor shu qum 3 nuqtaga ergishinglar darsga qarab baqib shu ikkinchi darsda agar masala bo'lsa shuni qarta savol javob qilsizlar hozir ikki ishni olib boramiz birinchisi masaladagi topshiriqdagi xatoliklarni deb beraman umumyuzlik xatoliklar ikkinchisi o'g'lim Ehson sizga topshiriqni ishlab berdi. Bu nima degan chog'da sizlar bir qur ko'rib shuniki qanday qildi shu orqali ko'ra olasizlar. Bu intayin sizlarga nisbatan bir qayerni qanday shaklda yapmasam bo'ldiki shuni bilib olasizlar. Chunki hamda azroq uzun suzilib ketdi chunki bizlarga nima bo'lsin deb vaqt azroq uzun suzilib ketdi edi sizlarga azroq qisqartib qilay shu nima degan chog'da nurg'unlagan loyihalarni tuzabsizlar buningdagi xatolik pek cho'ng xatolik emas faqatla bir necha kichik xatoliklar masalan qanday xatolik degan chog'da masalan mana 9 voltlik batareyaga mana bu zinnat chirg'ini ya'ni LED bu chiroqni o'rnatgan vaqtinglarda bu yaniki qarshiligi normalda 1K 10 bo'lish kerak 1K 10 bo'lgan chog'da chiroq yaxshi yondi normal mavdu chunki mana bu 9 volt undan keyin mana bu qarshilik shu chiroqqa tushadigan besimni tuvallatadi bu chiroqqa tushadigan besim normalda 3 volt atrofida bo'ldi o'xshamagan chiroq o'xshamaydi ularning ma'lum bir doirasi bor sizga ma'ni darsni tushuntirgach shuniki sababini tushuntiryapman buniki tafsiliy elektronlik qismini keyin so'zlab beramiz shunlashqa hozir bunga 3 volt atrofida deb tushunsangiz bo'ldi normalda shu 2.6 dan 3.2 atrofida shu 3 shu umumiy nimasi o'xshamagan chiroqlarning azroq farqi bor undan keyin xatoliklar nima ekan desanglar ba'zilar shundoq jiq chiroqlarni ishlab etibdi lekin ba'zilari ishlamaydi ekan nima uchun degan vaqtingizda sizlar buningga 220 k ohmni ishlatibsizlar bu 220 k ohm degan bak cho'ng ya'ni 220 ming degan gap shunlashqa 220 mingni ishlatmaysizlar k ohm normalda bir qarshilikni tanlagan vaqtingizda bir k ohm tanlandi bu o'zgartishinglar kerak ohmga shuning bilan bu to'g'ri chiqadi shunga batareyani ishlatgan bo'lsanglar bevositalar buningga sizlar 1 k ohmni ishlatsizlar bu yaxshi ish 220 ni ishlatsanglar ishlaydi ammo uni shu nimaga amaliy ishlatgan vaqtida kuyib ketish ehtimolligi yuqori bo'ldi uzun muddat ishlatgan vaqtida undan keyindan ikkinchi masala nima degan vaqtida agar Arduino taxtasini ishlatgan bo'lsanglar Arduino taxtasi 5 volt chiqirdi shunami 5 volt chiqqan vaqtida shu nimaga lampaga zinnat chirog'iga tushadigan besim 3 volt bo'lish kerak 5 voltni qanday qilib 3 voltga tuvallatamiz desanglar bir qarshilik ulaymiz bir qarshilik ulsak bu besimni tuvallatadi qarshilik tushagan vaqtida besimni tuvallatadi jiq o'quvchilarni ko'rdim hammasi 220 k ohmni yozib qo'yibdi shuni ishlamadi deb axil jiq o'quvchilar olib davatsizlar ashlarniki qarshilik qaranglar sizlar Tinkercad'ni ishlatgan vaqtinglarda nimani ishlatib shu Arduino'ni ishlatsanglar chuqur qarshilik 220 ohm bo'lsin 50 ohmni ishlatib qo'ysanglar kuyib ketadi sizlarga ogohlantirish berdida agar 220 k ohmni ishlatsanglar yuqori besim bo'lib ketib butunlay ma'noga keladigan besim yo'q bo'lib qoldi shuning bilan chiroq ishlamaydi shuni sizlarning hammanglar
agar xatolik chiqqanlarning hammasi qarshilikni ko'rib baqanlar. Xil jiqqi to'q yo'lni to'g'ri qilsalar, shu videoga agishibsizlar, shu birli yeri shu qarshilik deganni to'g'ri tanlayolmay qolibsizlar. Shu jihatdagi ishga diqqat qilinglar. Bu ikkinchi ish. Undan keyin sizlarga shunda bloglarda misollar bor. Şu nimani boshqa vaqtinglarda bir tal chiroqni qildik. Sizlarga hozir ma kodini hozir so'zlamaymiz. Yana 2 haftadan keyin so'zlaymiz. Shunlashqa bu kodini bir daqla qarab qo'ysangiz bo'ldi, ko'zingizni pishirib qo'yinglar. Ammo qilayotgan ishlarimiz blogs orqali bo'ldi. Shu blogs orqali bo'lgan vaqtida sizlar kodi tuzmaysizlar, hammani shu o'y orqali olib borsizlar. Masalan, degan vaqtida shu forever bo'lgan chaqda bu shu loop bo'ldi. Shu loop degan gap shu davomlashadi. Shu davomlashgan vaqtida qanday qilamiz degan chaqda Ali'ninki 9-chi shu tutashgan 9-nomerlik pinsini yuqori holatga keldik. 1 sekund saqladik. 1 sekunddan keyin shu pinni tuvan qildik. Tuvan qilgandan keyin yana 1 sekund saqladik degan gap. Oldi bilan sizlarga nima so'zlamoqchi degan chog'da loyihalaymiz deganni tushuntirmoqchi. Shunlashqa bu kodingni oldirmay barobar tushuntiramiz. Sizlar agar bir narsani asbobni ijod qila olsanglar, bir narsani loyihalay olsanglar, buniki o'ng'ay ekanligini bilgan vaqtingizda intayin qo'laylik kirib darsga nab keta olasizlar. Endi buningda Tinkercad nima yana bakaroq o'quvchi uyga qaytgan vaqtida buni ko'rib o'tanglar. Chunki birma-bir sizga tushuntirishga uzunroq vaqt ketadi. Birisi nima degan chaqda Mango texniki Tinkercad degan mushu ulanmasini bassanglar, shunday tafsili uchur bor. Uning keyinda mushunda o'g'lim bir darsni video qilib ishlab chiqarib qo'ydi. Bu video darsda qatnashganlar. Uning keyinda uni tushunib olmaganlar, inglizchani yaxshi bilganlar, va inglizcha Tinkercad deganga ingliz to'rbitga kiringlar. Shuning bilan shu ingliz tili to'rbitiga asosan siz bu ishlarni yaxshi olib bora olasizlar. Hozir yarim soat o'tibdi. O'g'lim bir 10 minut holatda sizlarga shu topshiriqni bir tizdan ishlab ko'rsatib qo'ysin. O'g'lim videoda darsni ko'rsatib bo'ldim deydi, topshiriqni. Unda bo'lsa, uni qayta bu yerda ko'rsatib o'tamsin. Unda bo'lgan chaqda sizlar shu Mango texniki Tinkercad degan shu ulanmasini bassanglar, naq shu topshiriq bilan munosabatdagi ishni qadam bosqichda birma-bir tushundirdi. Unda bo'lsa, hozir yarim soat o'tib bo'ldi. Topshiriqni tushuntirib, shu Tinkercadni tushuntirish jarayonida. Unda bo'lsa, sizlarga topshiriqni qaytadan ko'rsatmaymiz, chunki vaqt o'shab ketgandek. Unda bo'lsa, darsning ikkinchi qismiga o'taylik. Tinkercad sizlarga ahamiyati muhim. Sizlar program tuzmaysizlar, faqat qanday qilsizlar degan vaqtingizda shunaqa nisbatan bir buyruqni bera olasizlar. Sizlarga bir yaxshi bir hujjatni chiqarib qo'ydik. Shu Tinkercad degan yerga kirsanglar, shu Tinkercadni qanday ishlatish to'g'riliq barliq tafsili uchurlar. Buni ham inglizcha, ham uyg'urcha chiqadi, ko'rdingizmi? Intayin yaxshi. Shunga inglizcha bilganlar inglizcha qaranglar, uyg'urcha bilganlar uyg'urchaga, agar til o'rganmoqchi bo'lganlar, shu batni oldi orqaga qilib baqsanglar, naqli hamma narsa chiqib berdi. Qaranglar. Buni uyg'urchasi bor, inglizchasi bor. Undan keyindan buning ismini nereden o'zgartimiz deb men sizga deb berdim. Topshiriqni cho'qim mishada ismini o'zgartanglar. Mishaga cheksanglar, ismini yoza olasizlar. Bunga cho'qim va enter deganni bessanglar. Bo'lmasa o'zgarmay qoldi. Ash ismini o'zgartib bo'lgandan keyin ash enter deganni bassanglar, birinchi dars ya birinchi topshiriq mishadan yozildi. Undan keyin meni bu yerda har xil narsalar bor. Buni qanday qilamiz degan chaqda, masalan, bu chugilitish, ya'ni rotate, chugilitish. Ikkinchisi o'chirish.
Undan keyin bu orqaga qaytirish, oldiga mengish, undan keyin mavi izohat berish. Sizlarning har bir qilayotgan ishlarning hammasiga izohat bera olasizlar. Ha? Agar izohat degan vaqtingda bek yaxshi yetishki, birimiz orasidagi bu aloqa qilish nima orqali bo'ldi degan chaqmish izohat orqali. Bo'lmasa sizlarning ko'nglingizni men topolmayman. Gerçi men meni tadqiqot jihatda nurg'un tadqiqotlarni qildim, lekin hargiz mendagi uchurlarni ep bo'lish unchalik qulay emas. Undan bo'lgandan keyin sizlar mushu izohat yozish, ya'ni notes deydi. Ha? Notes annotation. Mush annotation orqali yozinglar. Balkim ba'zanda uchur yo'qib ketgan bo'lishi mumkin. Undan g'am qilmanglar. Buni besib qolgan bo'lishi mumkin. Izohatni hammani yo'q qilib qoldi yoki izohatni barpo qildi. Chunki izohat yozyapsanglar balkim ko'milib qolishi mumkin sizlarni yasagan narsalar. Shunga mana birini besib qo'ysanglar izohatli yo'qib ketdi, bir yumaloq chikitlar qilib qoldi. Chambarak. Shuning bilan shuni besish orqali izohatni olib borsizlar. Shunga birimiz o'zaro hammamiz orasidagi nima shu izohat orqali bo'ldi. Dars to'g'riliq misolni to'g'ridan so'zlasanglar bo'ldi. Topshiriq to'g'riliq ishlarning hammasini shu Tinkercad orqali olib boramiz. Undan keyin kodini etish deydi. Mishalni bassanglar kodi chiqdi, blockslar chiqdi. Undan keyin start simulation deydi. Mana start simulation degan taqlidni boshlash. Start simulation. Gerçi İngilizce olsa mı kanalımı Uygurca yazıp verdik. İnten kolay. Yani sizler ismini yazıp tapalaysızlar. Mesela register'daydı. Türkçe bakıya ben onu ne kıskanmaktım ben. Aldın konu qarab baksam Türkiye'deki balaga hemisi bu Türkçe çıkıp verdiken. Onun kendinden Tinkercad'dan ki şu Türkçe tor nemisin bakıya çöndürülüşü. Onun şuna yaxşı ki. Şuna Türkiye'deki balla Türkçe kullangan bolsanlar şu bulan hemisi sizge şu Türkçe işler çıkıp verdi. Bu yaxşı iş. Onun kendi şu üsküllerini almakçı bolsanlar, şimdi çekipler şu oturgul taşlasanlar, sizler müşahede program tüzeş onu. Buna İngilizce. Belki mazara hatalıkla yazılı koşu mümkün, lekin hemini şu Uygurca, İngilizce şekilde kılsılar. Ondaqda qandaqsa program tüzeymeyiz deysizlar. Mesela şu yumuşaq detal orqali ish olib boramiz. Buni qandaq qilganda yaxshi olib boramiz degan chog'da bloklar misoli bor. Bu bloklarda blok deb ataymiz chunki turkcha blocks deb apti. Hammani shu program tuzaydigan shu yumshaq detal qismini mush orqali olib boramiz. Endi buni intayin tafsili uchun chiqarib qo'ydik. Shu mana programming basics ga kirsanglar, mush programming basics degan yerda sizga tafsili chiqarib qo'ydik. Endi bu yerda inglizchasi bor, bu yerda uyg'urchasi. Ko'rdingizmi? Shuning bilan tashkil tilda olib Mesela output bo'lganda chiqarish, input bo'lganda kirish, ya'ni chiqish, kirish sistemalari. Mesela oldingi nima so'zlab o'tgandim. Masalan, chiqish degan chog'da LED, shundaymi? Motorlar. Aslında hammasi chiqish sistemalari qartilgan, chiqish sistemalari. Onun keyin kirish sistemalari degan chog'da, masalan, potentiometr deydi, yoki bo'lmasa temperatura sezgichleri deydi. Shunga o'xshash, hargiz sezgichlarning hammasini yoki ultrasound deydi, ashlarning hammasini shu kirish sistemlar qilsizlar. Shunga har qanday chiqish sistemi bilan munosabatlarni outputni bosinglar, chiqish, kirish sistemi bilan munosabatlarni hammasini kirishni bosinglar. Bassanglar mana chiqib berdi. Undan keyin shu kodning ichiga sizlar izohat yoza olasizlar. Notation. Har xil atildi, notation biz dasxil oldik. Lekin bizning Uyg'ur tilimizda shu izohat deblar. Agar kontrol degan vaqtingda shu programni siz qanday kontrol qilsizlar? Siz kontrolлагыш bormi? Echish, yepish, shu masalan loop deydi, shuni davomli ishlatadigan davrlik deydi Uyg'urcha. Davrlik, uning keyinda shartli jumlalar deydi. Agar debchi, agar mushu. Agar balla topshiriqlarni yaxshi ishlab, misolni yaxshi ko'tarsa, ballaning ishini shu balla sahifasiga chiqarib qo'yamiz. Matematik narsalar. Uning keyindan bizda variables va o'zgargich miqdor. Buni
arada buni tafsil tushuntirib o'tamiz. Sizlarga bevositalar hamma narsani tushuntiryapmidik. Muallim qanday yollaymiz? Av mesela rekord qilsangiz dedingiz. Bu qilsanglar, av bizga yollab qo'ysanlar biz chiqarmiz da. Uni shu yaxshi qilib shu YouTube'ga qilsanglar, YouTube qilgan narsani bizga yollab qo'ysanglar bo'ldi. Chunki bek cho'ng hujjatni yollash tez. Uni men oxirida so'zlab o'taman sizlarga. Av YouTube'dan nima binasi qilib shuning bilan linkni yollamamiz? Aşağı qilsanglar bu bir yaxshi ish, chunki bizga jiq ish ketmaydi. Masalan, mana shu balla sahifasi bor. Balla sahifasi deb shu balla sahifasiga men yil tushuntirib beraman. Mana shu balla sahifasida o'g'lim Lutfulla bir videoni ishlab chiqarib qo'ydi. Mana Mangutak balalar. Bu balla sahifasi shu Mangutakni torbetiga chiqsanglar ko'rsizlar, yoki mush ulanmani o'sanglar bo'ldi. Balla sahifasi hammasi balalar uchun. Sizlarni qilgan yangilik yaratgan ishinglar bo'lamdi, ishlarni amalbaz sizlar shu YouTube qo'ya olsanglar, shu bo'yicha qilinglar. Keyin musobaqa bo'ldi. Musobaqa bo'lgan vaqtida shu musobaqa tushgan shu qilgan ishlarning hamma tafsilotini ashunga yo'llab qo'yamiz. Lekin hamma topshiriqlarni emas, chunki sizlarga bir topshiriqlarning hammani balla sahifasiga yo'llab bo'lish u intayin jiq ish. Topshiriqni biz baholab beramiz. Faqat alohida yaxshi deb qaralgan ishlarga. Shunlashqa uningga oldirab bizga jiq email avatsanglar, 100 necha balaga biz yetish olmay qolamiz. Shunga balla sahifasi, shunga balla uchun. Undaqda men oldingi darsda to'xtalib o'tgan vaqtimda nima darsda to'xtalib o'tdik degan chog'da idea to prototype dedik va ideyadan prototip qilishga nima deb tushunish mumkin. Va topshiriq, sizlarga berilgan topshiriq bir prototip. U nima desanglar, 3 chiroq shundami? Qizil chiroq va yeshil chiroq va sariq chiroq va ko'chadagi chiroqni qarab boqinglar, shu 3 chiroq shu. Shu 3 chiroq naq bizniki bu Tinkercad'da qilgan 3 chirog'imiz. Mushu sizlarning prototipniki birinchi qadami. Siz ashuni o'ylanglar. Voy, men ko'chchirig'ini loyihalabdimi deb tushunsanlar bo'ldi. Lekin bunga hamda ozroq ortiqcha narsa qo'shish kerak. Masalan, qanday ortiqcha narsa qo'shamiz degan vaqtida, masalan, sezgichlarni qo'shishimiz kerak. Mashinalar kelgan vaqtida, mashina kelibdi, undaq bo'lsa, uning vaqt yo'l berayli deb yeşil chiroq yondi, boshqa yo'lga qizil chiroq yondi. Uning keyindan odamlar o'tgan vaqtida shuning qarta shu har knopkalar va uni bosgan vaqtida uning keyindan chiroqlar yanib berdi. Endi aslida murakkabroq yasasa, ash ko'cha chirog'ini loyihalagan bo'lsalar. Shundami? Hozir ko'cha chirog'ining bir ko'cha chirog'ini sizlar 3 chiroq orqali qildinglar, uning vaqti belgilab qo'ydinglar. Ashuningki bir sistemni qoldirib shu mangayverdida bu davrlik holatda. Shundami? Shart qo'yamiz. Unda bo'lganda sizlar bir ko'cha chirog'ini loyihalayapsizlar. Hozir birinchi topshiriqni ko'cha chirog'ini loyihaladim deb tushuninglar. Topshiriqni topshirmaganlar ishlab taqinglar. Chunki sizlarga nisbatan bu boshlanmasi. Chunki birinchi qadamni yaxshi olsanglar, ko'cha chirog'ini loyihalay olsanglar, u yaxshi ish. Endi bu ikkinchi ish nima degan chog'da aqlli mashina to'xtatish yordamchisi. Ma ikki dars orqali sizlarga nisbatan bir shu loyiha o'yini shakllantirish, design thinking deydi. Uning keyindan asos qismiga o'tamiz. Qadam bir shu har bir yo'lni qanday qildik ekanmiz degan. Lekin oldi bilan bir ishni cho'ng o'ylanglar. Qanday ishni qila olayman deb, mush dars orqali deb. Birinchi topshiriqda sizlar ko'cha chirog'ini loyihalaydigan bo'ldinglar. Bu naqadar yaxshi ish. Hozir agar qilmaganlar, torbetiga chiqqanlar, YouTube'ni besib, ash orqali qilib qo'yganlar 30% adam shu orqali qila olsanglar, ko'cha chirog'ini loyihalab, uning birinchi loyihasini tuzgan bo'la olasizlar. Bu ikkinchi loyiha nima degan chog'da aqlli mashina to'xtatish yordamchisi. Siz o'ylab boqinglar, nurg'ulg'an koni mashinalarda oqiga mansa,
unda yo'l ko'ktamaydi biz o'zimiz qarashimiz kerakda atrofimizga zodi qanchalik orliq va zodi buni qandoq ko'rma deb u bizga ta'sir bo'ladi hozir yangi chiqqan mashinalarda qandoq mashinalar ko'pincha mashinalar aqlli mashina birsi orliq qarta chiroqni yenib berdi yoki ovoz chiqarib berdi ashunga o'xshash mashina to'xtatgan vaqtida bizga yordamchi bo'ladigan gap bu mashinani ko'rgan vaqtingda intayin ters bo'lishi mumkin deb o'ylashinglar kerak u qanday bu mashina orliqni deb bera olgandi chunki bu mashina qimmat bo'lg'achqa deb tushunsizlar shundaymi undaq emas buningki prinsipi oddiy bugun birinchi qadamini olamiz faqat birla chiroq yondirganni oldin qatimliq ishqi nisbatan birla murakkab ishni nima degan chog'da shu ultrasonic distance sensor deydi shu ultra ovozliq orliq sezgich orliq sezgich nima qildi orliqni bayqab shu bir narsa mashina orqa yongan bo'lsa orliqni bayqaydi shuning bilan bu orliqni bayqab bu chiroqni yondirdi qizil chiroq agar orlig'i 50 sekunddan 50 santimetr orliqda qolgan bo'lsa intayin oz qoldi shu chiroq yenib shoferni to'xtating degan signalni berdi degan gap ko'rdinglarmi bu sizlarning bugun o'tmoqchi bo'lgan ikkinchi darsim aqlli mashina to'xtatish yordamchisi undaqda sizlar bir necha dars orqali intayin jiq ishlarni qila oladigan bo'lsizlar ovoz chiqara oladigan undan keyin mashina kelgan vaqtida eshik ochilib eshik yopilib butunlay bir aqllashgan bir avtomatlashgan mashina to'xtatish bir loyihasini tuzab chiqa olamiz yani mushu 30-40 ming dollarlik mashina qila oladigan ishi biz mushuni 50 dollardan oz holatda sizlar shu xil narsalarni o'zlaringlarniki mashina to'xtatish garaj deymiz ashunga jasab qo'ya olasizlar shu Tinkercadda qilgan ishinglarni amaliyotda shu Arduino kit deydi ash orqali qilsanglar naq shu ish yuz berdi Muallim sensorni muallim sensor bog'ini qanday nim qilamiz uni qanday hozir deb berma Sensör emas rezistor ben sizga 3 narsa ketadi shu aqlli mashina to'xtatish yordamchisiga 3 narsa ketadi birisi nim ketadi degan chog'da qarab baqsangiz nima ultrasonic distance sensor deydi bu birinchi muhim ikkinchisi nim ketadi chiroq undaqda chiroqni qo'g'dash uchun nima ketadi birdan qarshilik mana shu 3 narsa bo'ldi uni keyin albatta bizga Tinkercad kontrollovich bo'lish kerak bu Arduino kontrollovich bu mengisi chunki uni komanda orqali berib turamiz qanday komanda beramiz degan chog'da oldin qatimliq darsdan faqat ozroqli farqi bor qaranglar tas emas birsi qaranglar men ultrasonic men hozir amini ko'kitib beraman men darsdan qaysi ko'kitib bermay desanglar hozir men Tinkercadga kirib shu Tinkercad orqali sizlarga tushuntirib beraman zot ashuni qanday qilamiz deganni undaqda men sizlarga shuni ko'kitay qanaqa share screen qilay share screen qilsam bu to'rbetaga chiqdinglar men sinf sizlar har biringlar shu sinfga kirgan vaqtinglarda shu birinchi sinf ikkinchi sinf deganda chiqib turdi birinchi sinf ko'chchirg'ini loyihalash birinchi dars ikkinchi dars nima degan vaqtinglarda shu aqlli yordamchi ya'ni aqlli mashina to'xtatish yordamchisi undaqda buni Tinker desanglar işte ishlayman deb bossanglar ashuni men to'g'ri qilib qo'ydim
Mana ularni ben abim sözlep ettim. Tinkercad'ni ishlatishninki usullarini. Birisi mesela abim degan narsalar hammasi shu, ya. Mesela ko'chirish, har bir asboblarni nimalarni ko'chirib o'chira olasizlar yoki bajig narsalarni control N'ni bossanglar hammasi tanlandi. Endi copy qilib, copy degan ko'chirish, undan keyin ba'zan bir yerga uni chaplash. Endi bu o'chirish, undan keyin mana not qoldirish, mana bu izohat, buni chiroq deb yozsanglar, chiroq yoki qanday ulanmasi 220 ohmlik degan hamma narsani ko'rinib turdi. Undaqda buni ozroq kichik qilay. Mana bu bizniki Arduino board. Undan keyin bu chiroq 220 ohm. Qarab boqinglar. Mana boshqa vaqtlarda 220 ohm bo'lishi kerak. Agar bir rezistorni epni qo'ysanglar, nima chiqadi degan chaqda 1K ohm bo'ldi. Agar miyani sizlar 220 desanglar, agar miyani o'ngishmasanglar 220K ohm bo'lib, mingasi yo'qolib ketadigan gap. Bu chuqum 220 ohm bo'lishi kerak. Chuqum mishadan 220 ohmni tanlanglar. Bo'lmasa bu chiroq ishlamaydi. Bu muhim ish, chuqum 220 ohmni tanlaysizlar. Undan keyin chiroqni har xildan tanlay olasizlar. Bundan radni tanlanglar, chunki hozir mashinani qanday to'xtatamiz degan narsani. Undan keyin buni ozroq buniga surayli. Hammani tanladim. Buniga surib sizlarga ko'rsatmoqchi. Buni qanday mandirmiz degan chaqda start simulation degani bossanglar, start simulation bo'ldi. Undan keyin bu shu ultrasonic distance sensorga bassanglar, o chiroq yanibdi. Nima uchun? 42 sm mashina tomga bek yaqin bo'lib qoldi. Chiroq yandi. Tamam, mashina garajning ichiga kirdi. Bu chiqib ketdi garajdan. Garajning ichiga kirdi. 292 sm oraliqimiz baka yaqin keldi. 60, 57 chiroq yanmadi. 48 chiroq yandi mana. Ko'rdinglarmi? Chiroq yandi. Mana bundaq ish. Shunlashqa, boshqa vaqtlarda mana mashina nimani mashina deb o'ylanglar. Prototip degan shu. Prototip degan vaqtlarda shu shakllar orqali sizlar uni ma'lum bir mashina deb tushunsizlar. Ultrasonic shu oraliqni sezgich ashni o'zlarini tomga bekitib olsanglar bo'ldi yoki mashina o'rnatsin bo'ldi, qayoq o'rnatish bilan munosabat. Ba'zi odamlar shunday Tinkercaddan foydalanib mashina yasagandan keyin o'ziniki garajga Arduino orqali ashni yasab o'zining garajlariga bekitib olganlar bor. Mashinam tomga urilib ketmasin deb. Ko'rdinglarmi? Mana yaqin qoldi, chiroq yandi. Undaqda shu 3 asbob orqalilar bir shu aqlli yordamchida buni yasay olasiz. Bu intayin yaxshi ish. Undaqda qandaq ish olib boramiz bunga? Bu uchini yasadik. Undaqda biz nima orqali qildik degan vaqtida kodini bossizlar, shunami? Bu kod degan yerni bossanglar, kodi chiqib beradi. Men sizlarga buni aniq tushuntirib qo'yay. Mana mana tartib yapmasak cho'ngaytqili bo'ldi, kichiltib bo'ldi. Agar kodini yana bir bassanglar yo'qib ketadi. Agar start simulation qilgan vaqtingizda mana kodini bosib solsanglar mana to'piga yetib oldi, kodini bassanglar yo'qib ketdi. Mana stop simulation qilgan vaqtida kodini bosanglar, shu kod undan keyin bunga kengaytib yo'g'on yoziladi. Bunga ana yozilib, hozircha shu bloksni ko'rib turaylik. Meyada sizlar buni yo'g'otaysizlar. Yo'g'otib ko'rgan vaqtingizda bu yerda har xil nimalar bor. Masalan, output desang, mana shu coding qismi, bu coding qismida hozir bloksni tanlab turaylik. Bloksida tekstni tanlasak, kod qismi chiqadi. Bu muhim emas. Buniga 5 qatirmay turinglar. Hozircha bloksni ishlatib turamiz. Sizlarga hozircha darsning muhimi nima degan chaqda loyiha, design.
yana sizlarda bir idea bo'lsa, mana qanday yasirin degan. Shunlashqa, mush bloksini ko'rib turaylik. Bloksini har yak ep ma'laysizlar. Buni yo'qotaylik. Oldingi darsni qanday dars degan vaqtida, oldingi darsda bizda forever degan bir loop bor-edi. Ha? Qanday qildik? Forever degan loop bor-edi. Uning keyinda bizda chiroq bor-edi. Chiroqni high qildik. Chiroqni low qildik. Uning keyinda ozroq vaqt saqlatdik. Ma'naviyatga dars nima bor degan chaqda bizda mush if degan narsalar bor. If degan narsa degan shartlik jumla. Agar orliq ma'vo santimetr asliga o'zgartib yozgan qani saqlanmay qoldi-da. Ba'zan saqlanmay qolib qolgan ishlar bo'ldi ekan, buni naqsaq. Lekin ma'ni refresh qilsanglar chiqadi. Shu santimetr degan orliq. Buni avtomatik oldilar. Shu input desanglar, input degan yerdalar, mana yerda ultrasonic distance sensor var. Mush ultrasonic distance sensordan o'qib, mushuni santimetrga berdi. Ha, mush orliqqa. Andan keyin mush orliqni biz kodlashtirdik-da. Mana kod qismi. Mana har bir budan chiqqan vaqtida u bir shart. Har bir 4 budan chiqqan vaqtida u bir qilish tegishlik ishlab chiqarsan bo'ldi. Her bir 3 bulan çıksa bir şart. Yoki ayniga mansiz, yoki mayniga mansiz. Shunlashqa bu shart. Mush shartni mishaga qo'ysizlar. Shartda agar 50 santimetrdan oz bo'lsa, orliq bu 8-put, ya'ni mush chiroqni yuqori holat akilang. Alstada bo'lmasa uni low gapiring deyotdi. Ma'qulmi? High gapiring, bo'lmasa low gapiring. Mushu butun mushu distansni oldik. Distance ya'ni orliqni ep, uning keyindan qanday aqllashtirdik? Mishaga faqat buyruqni berdik. 50 santimetrdan kichik bo'lsa, chiroqni yondiring. 50 santimetrdan oz bo'lsa, chiroqni o'chiring. Mana besivattanlar, mana orliq chiqdi, yaqin keldi, chiroq yondi, yiroq bordi, chiroq o'chdi, yaqin keldi, yondi, yiroq bordi, o'chdi. Mana bu sizlarga ko'kitadigan birinchi ish. Uning keyindan qanday ishlarni qila olamiz desanglar, hammanglar shu ikkinchi darsga kiringlar. İkinci ders kirib, şunu mangdırıp bakınlar. İkinci ders kirib, şunu mangdırgan vaqtında naqslarniki maşinni aqı to'xtatishning usuli. Buni mashina to'xtatish usulini har xil aqllashtirib o'tamiz. Hozirgi zamonaviy mashinani texma ilg'or tutgan narsani yasay olamiz. Masalan, qanday ikki chiroqni qo'ya olasizlar. Masalan, hozir menga oddiylashtirish uchun boardni evatib turdim. Tok yo'li taxtasini ikki chiroqni bekita olasizlar. Ikki chiroqni bekitib, masalan, mashina shundan ichiga kirgan vaqtida ikki chiroq bo'lsa, borni yoki miyadagi grounddan yana bir so'm yoki chiroqni o'rnatsalam bo'ldi, mayntarak bir chiroq. Mayntarak bir chiroqni o'rnatib, shu sizlarga berilgan topshiriq. Yana bir chiroqni mayniga o'rnatanlab, parallel holatda qarshi endi grounddan yoki o'rnatsizlar, andan keyindan bir tal pinni 7-pin yoki 9 yoki 11 degan ulab qanday qilsizlar degan chaqda, agar garajdan ichiga kirgan vaqtida yeshil chiroq yondi, yana qizil chiroq o'chgan holatda. Agar shu nimaga tomga bak yaqin kelib qolgan vaqtida qizil chiroq yonadi, yeshil chiroq o'chidi deganicha. Unda bo'lganda texnik optimatlashgan bir nimani ishlab chiqardik degan gapda, bu aqlli mashina. Ikki xil chiroq yanab berdi bizga. Qizil chiroq yoki yeshil chiroq.
yeşil chiroq bo'lgan chog'da oqingizni yanayvering degan gap, qizil chiroq yanib yeşil chiroq o'chgan vaqtida mashinangizni to'xtating, tomga yaqin kelib qoldingiz degan gap. Anan keyindan kelarki darslarda nima ishlatamiz degan chog'da shu eshik avtomatik holda ichib berilgan, avtomatik holda yetib berilgan mushunaqa ishlarni qilib beramiz. Bu sizlarga berilgan intayin bir mushuq loyiha to'g'riliq ish. Programmani keyin tushundirma. Birinchi dars, ikkinchi dars, uchinchi dars asosligi loyihasini o'ylashingiz kerak. Bu prototip deyapti, bu dars zot prototipiga nima? Mahsulot yasash. Mahsulot yasash. Qanday mahsulot yasay olamiz kelgusi degan chog'da texnik jirohni o'ylasanglar, balkim cho'ng bo'lgan chog'da qanday ishlarni qilaymiz degan chog'da balkim o'zligidan mangadigan mashina yasash. Bu o'zligidan mangadigan mashina qanday yasay olasizlar? Mashina texnik sensorlarni qo'shish orqali. Uningga yana birsi nima belgilaymiz degan chog'da tuzum belgilablarimiz mashinaga. Qanday tuzum? Mesela şoför maşinaydigan vaqtida ergişidigan tüzüm. Nayt addiy tüzümlarni belgilapla bir o'zligidan mangdigan mashina yasay olasizlar degan gap. Sizlar buni bahtasmikin, olam uchadigan mashina bahtasmikin, o'zligidan mangdigan mashina deb atirib dunyodagi eng dangliq mashinaga bu bahtasmikin deb o'ylamanglar. Sizlar mushuni o'rganib, yana davomlashtirib o'rganaversanlar, shu darajaga bora olasizlar. Bunun için qandaq tüzüm ketdi degan chaqda naytdi 15 tüzümlarni kirgizib olsanglar bo'ldi bunga. Masalan, mashina haydagan chaqda har xil qoida tüzümlar bor. Qoida tüzümlarga ergashsanglar intayin bexatar bo'lgan gap shunami? Bexatar bo'lishniki tüzümini mashinaga kirgizib atamiz. Masalan, qanday degan chaqda distance sensor orqali mashinaning oldiga kirgizib atsak, mashina oldidagi mashinani ko'rib turadi. Undaqda distance sensor agar orliq yaqin qolganda mashinaga signal beramiz. Masalan, chiroq yondi, qizil chiroq yondi, o mashinaga yaqin kelib qoldi deb yoki ovoz chiqara olasizlar. Kanayda meni kirgizib agar bir mashina haydayotganda uxlab qolgan bo'lsa, avtomatik menayotgan mashina uxlayotgan odam o'qtirgan gapda shu distance sensor, shu orliqni sezgichi intayin shu mashina haydayotgan odamga chiroq yonidi, agar uxlab qolgan bo'lsa, ovoz chiqadigan gap. Vap qilib ovoz chiqarib, shuni mashina haydayotgan odamni o'qitayotamiz. Bunday mashinalar bormi hozir? Yo'q. Yana birisi avtomatik holda to'xtatib gap. Agar mashina orliq yaqin qolgan bo'lsa, mashinangizni to'xtating deb, hatto avtomatik holda mashina to'xtatadigan gap. Bu distance sensor. Buni space deb olamiz. İngilizce S rules var. S rules'ni ishlatsanglar, sizlar tamamen ashuni ishlata olasizlar. Xuddaki garajni, mashina garajga kirgan vaqtida distance sensorni ishlatdinglar. Ama shu orliq sezgichni. Mashina haydayotgan vaqtida uni oldiga bekitib qo'ysanglar, mashinanki buni oldidan sezdigan gap, qanday to'xtatma deganda. Yana birisi nima qanday rullar bor degan chaqda har xil chiroqlar bor. Biz 3 chiroqni yasadik, 3 chiroq. Shunami? Qizil chiroqni ko'rgan hamon mashina to'xtash kerak. Buni nima qilamiz? Ya'ni stop. Qizil chiroqni ko'rgan vaqtida mashinaga deymiz. Qizil chiroqni ko'rgan bo'lsangiz, mashinani to'xtating deb. Buni stop sign. Bundan keyindan mashina menayotgan vaqtida men bir nima chiqarib qo'ydim. Traffic speed monitor deb. Mashina qo'shsaq nima bo'ldi? Mashinaning sur'ati o'chirilgan gap. Speed. Mashinaning sur'ati o'chirilib, agar mashinaning sur'ati bakta zaydab kelsa, avtomatik holda shu mashina haydayotgan odam deymizda, mashinangizni sur'ati bakta zib ketdi, astilting deb shu mashina haydayotgan odamga signal beramiz, ovoz chiqaramiz. Agar unga qo'shilmasa, hatto mashina sur'atini avtomatik holda astiltib o'ta olamiz. Qaranglar. Mushu aqlli mashina yasashning usullari. Mushu silga ko'ktib qo'ygan bir necha sezgichlar mush orqali ayni bir aqlli mashina yasaysizlar. Ko'rdinglarmi? Ayni bir necha narsa orqali silda bir loyiha tuyg'usi bo'lsin. Silda bir yangilik yaratish bo'lsin. Shoma dars idea to innovation deb tushunsanlar bo'ldi. Shu yangilik yaratish deb. Shunga sizlar har qanday yangilik yaratsanlar bo'ldi deb vaqtida, lekin topshiriqqa bizga
barnila mo'yin qilib beranglar. Yana bir 10 minutdak o'g'lim sizlarga shuni bir ko'kitib qo'ysin. Mana nimani ishlatishni. Ustoz, siz degan O'g'lim shu miyadagi blokslarni azroq tushuntirib berdi, ha? Undan keyin mush yasashning usullarini intayin tez taratli ko'tib bera oladi, lekin sizlarga muhimi mushrandagi har bir narsa, nim narsaga sizlarga video orqali tushuntirib berdi. Mushni bir 10 minut tushuntirib bersin, ha? Bir şeyi karasana altıdan naksı tuturdu. Birincisi output yani çıkırış. Şu Arduino bir naksı kırgızdı. Mesela çırağını yandırış diyendek. Yani böyle input yani kirgiziş. Arduino'ga nem kirdi şunu hem naksını okuydu. Buraya izah et. Fakat kod kandak işleydi. Siz bu şunu işitip yazarlaysınız. Düşündüler mi? Şendo. Yaxşı. Bu kontrol, bu kodni kontrol qildi. Mesela, taqlidni boshlatganda nima qildi? Qanchasini saqlaydi degandek ishlarni qildi. Bu matematika, yani matematikalik naqsini qila olasizlar. Qo'shish, elish, ko'paytirish degandek naqslarni. Ondan o'zgargichi. Mana bu yerga o'zgargichi santimetr bo'ldi. Ana o'zgargichining inglizchaga variable, ya'ni shuni miqdori o'zgaradigan bir narsa. Tushundinglarmi? Endi bloklarni Siz bloklarni tutup undaki müdürü taalaysizlar. Blokni mouse bilan 10 çeksanglar duplicate chiqadi. Ya'ni ishga ko'paytiramiz. Biz shuni axloqal mishini tashlab talaymiz. Voy. And then Sol tarafga apırıp montajlı öteleysiz. Sol tarafga apırıp tashlab talaysiz. To'g'ri, shuni demoqchi edim. Endi men kodni sizlarga endi kodni sizlar qanday yasashni bir qachon ko'rsatib qo'yay. Disconnect qildik dedingmi? Yeah, it had. Endi Bluetooth. Bunda qilsa deymi bilan. şu kod işlemayapti da. Dedim. Video titrab chiqib qoldi. Nima bo'ldi? Ketib qoldi-ku. Bir o'chirib o'tib qo'ysangiz endi. Ko'rindim. Video titrab chiqaryapti-da. Sizlarga mana shu bo'ldimi? Maşallah. Muallim. Yaxshi. Soat hozir 10 bo'libdi. Sizlarga o'qituvchi hozir nimani shu kodingni program tuzashni oldirmayaptimiz, ha? Shu oldi bilan bir necha narsalarni qizib, sizlarni bir mush o'ylash, mush o'y orqali qandaqsiga bir ishlarni olib berish to'g'riliq shunday qilgandan keyin sizlarga
share screen yaptınız mı oğlum? Share screen yaptım da. Ha. Mana azra kichiklikday orliq mana o'chdi. Yanda mana ishladir. Ha, mana. Mush distance sensorni aşı avtomatlashganlar uchun egallab berdi bizga. Biz sizlarga shuni mana ma'qul ko'kitib qo'ymay. Bu qancha bo'lakdan bo'linib taqtan degan chog'da bu balki jiq narsa emas. Masalan, hozir qani 8 o'tibdi, 5 minut ko'kitib o'tday. Buniki ikki bo'lak. Birisi for over deb og'ini bu nereden chiqadi olsa control degan qismidan chiqadi. Mana qarang bakinglar. For over. Control orqali weight deganni chiqara olasizlar. Buni mana weight for over bularning hammasini misha orqali olsizlar. Bundan keyin yana nimani ola olasizlar degan chog'da pastga qarasanglar, bu control deganni past qarab baqsanglar, masalan malani ajratib tutsak bir necha bo'lakdan qaranglar. Hammasi qancha tarkibdan tarkib men sizga nereden chiqqanligini hamma ko'kitib qo'yay. Mana ikki control qism bor. Biz control degan vaqtida mana for over davomli mangdi davrlik. Bundan keyin shartli jumla. If mana bu yerga tushasanglar, ma if deganni tushudi. Faqat bir. Lekin yoki undaq bo'lsa desanglar, masalan if else degan gap, agar mundaq bo'lsa yoki bo'lmasa. Mana if else ni tushadinglar. Mana buni ichiga ham kirgizib olasizlar. If else deb yana bir if else yozsam bo'ldi. Hozircha mani 3 rad turay. Mana qaranglar. Bu program qancha ajratib baqsan qancha narsa tuzildi. Qarabanglar. Ikki control block var. Davomli qilmang davomli yurgizyapti. Uning keyin shart jumla qo'ydim. Endi shart jumlalarni mani yerga qo'yaylik. Shart jumlalarni mana ishga bilan qo'ysam bo'ldi. Mana ikki shart jumla. Sizlar o'ylanglar, bir ish davomli bo'lyapti. Mush bo'layotgan mezgilda men bir shart qo'ymaydim. Agar mundaq bo'lsa yoki andaq bo'lsa. Uning keyin biz mau nimani oldik degan chog'da mau set bor. Ma set. Set degan shu bir qimmatini belgilaymiz degan gap. Bu ya'ni math matematikalik narsa. Bu hammasini rangi qaranglar. Control degan seriq. Hamma seriq qarasanglar, hammasi control degan gap. Manda qismi qarasanglar matematika. Qaranglar, matematikalik. Endi buni matematikalik mau nima degan chog'da variable. Qaranglar, variable nega tushdi? Variable. Men variable ni yasay olamiz. Create new variable. Men centimeter. Mana agar shu g'ich shaklda buning shaklli bo'lsa shart. Bu shart g'ich shaklli mayaga tushadi. Mana agar shu orliq, ya'ni santimetrdagi orliq 50 dan kichik bo'lsa, qanday bo'lish kerak? Uchadoq. Chiroqni yondirdik. Ya'ni chiroq yondirganga mashina to'xtaydi. Mana qarasam nima degan chog'da mana rangidan set degan nima degan savol, mana qarshi rangga moskalikka output. Men har xil bor. Set building LED degan gap allaqachon o'zida bor. Men yerga set pin mana shu o'xshash. Mana set pin shu. Ashda ep ko'rib baqinglar, ashda maslashadiganni. O'qituvchi mashina ertkanmish ajritib baqay deb ajritib baqib o'zinglar. Mana naqmish shu. Mush set pinni men qo'ydinglar. Ma asl 0 ga buni 8 ga qo'ydinglar. Buni mashina o'xshash bo'ldi mana. Mashina o'xshash. Tamam, buni tashlatdim. Uning keyindan yana bir set pindan yana birini oldim. Yana birini apiray. Set pin
nölke mana bu set pin mani low qilsalar uning keyindan 8-sini mana qaranglar mana barni sizlar ajratib beqinglar hammasi ajraydi buni for ni ajratdik if deganni ajratdik ifni aslida mana mana unutdik mana set degan gap mana shu variable ning ichida shu set cm2 deb olibdi mana set cm2 deganni oldik set cm2 undan keyin bu yerda ultrasonic sonic sensor qarab boqinglar ultrasonic sensor neda mana rangi qaranglar ultrasonic sonic sensor input ichida ekan mana rangi mana o'xshar ekan chunki uchurni erishimiz kerak mana avtomatik chiqib berdi mana men qarab boqinglar mana ular o'xshash qarasanglar mana bu 7 nimedikisi 7-pin qulog'ini mana bu o'xshash bo'ldi mana ikkisi mana birini o'chirib birini qo'ydim ya'ni miyadan shuni set santimetrni mana orliqni oldim degan gap distance sensor ya'ni orliqni sezgich nimani santimetrga beryapti degan gap chu degan gap shunaqa ya'ni mani cmga beryapgandan keyin oldi bilan buni bir şey qo'yishimiz kerakda iftim bironqa oldi bilan buni o'lchab olamiz mana butkul programma shu aynan sizlar anandagi 3-4 narsani o'lchadinglar shu 4 narsa bor birisi Arduino board yana birisi ultrasound sensor and the light uning keyin sizlar bir nim bor shart shu g'ish shaklga kesilgan shart mana shuni hammani ajratib qo'yinglar ajratib bir uzanli qilib qorashtirib qo'yinglar shuni bilanlar buni modasaq buni to'pga chekisizlar to'pga chekkan vaqtda chiroq yandi jiroq qildik chiroq o'chdi yaqinga keldik chiroq yandi jiroq qapadik chiroq o'chdi mana oxirgi 15 minut qolibdi 15 minutda sizlarga berilgan ikkinchi topshiriqni day mushuni kengaytirish qanday kengaytirsizlar men sizga deb bergandek qizil chiroq mayn tarafga kelsa yeshil chiroqni miyaga qo'yinglar chiroqdan yana bir nima qo'yib GND bo'lsa ground ulaysizlar ground degan gap yag ulash uning keyindan yana bir shu yeshil chiroqning yana bir putini miyaga akib 9 yo 11-si ulaysizlar ulab uningga aql ko'kitsizlar naq mashundan yana birsini mishaga duplikat qilsizlar yana birisi mishaga keltirgan gap xohlagan 11ni mesela 11 degan bo'lsa birisini low qilsizlar birisini high qilsizlar men hozir dappamayman sizlarga bundan yo'l ko'kityapman ko'rdingizmi machroq yandi machroq o'chdi yana bir chiroq yandi yana bir o'chdi men devatmay mana sizning qiladigan topshiriqlar texim avtomatlashtirish chiroqli qilish intayin qulay shunga sizlar avtomatik mashinani yasay oladigan bo'lsizlar ya'ni mashina haydayotganda orqaga qaytarsanglar mashina to'xtagan vaqtida chiroqniki birisi yandi birisi o'chdi yana birisi yandi yana birisi o'chdi agar texim bo'ldi undaqda hozir shu topshiriqni deb o'tdim undaqda aslida Mehmet menga ozroq vaqt bersam bo'ladi oxirgi qani mana share qilay hozir ikkinchi topshiriq sizga ko'rindimi ikkinchi topshiriq aqlli chiroqni mashina to'xtatish yordamchisi yasash ya'ni ikki chiroq orqali ya'ni ba'zanlar unga bazarni qo'sha olsanglar kanayni ham ovoz chiqara oladigan u mayli lekin u shart emas bir chiroqni ikki chiroq qilib aqlli mashina to'xtatishni yasaysizlar agar aqlli to'xtatish yordamchisi mashinaning oldiga to'xtatilgan bo'lsa naq sizlardagi mashina bilan orliq aksiya bo'lishi kerakda tushunami agar mashinaniki orqaga emas oldiga o'rlashtirilib shuning bilan orliq qancha yaqin bo'lgan sari mashinaga signal berib chiroq yanib hatto ovoz chiqaradigan nemisni shakllantirgan bo'ldi mana shu darsniki xarakteri sizlarga bir narsa yasashni o'rgatish qandoq bir prototype
qandaqqa bir yangilik yaratma degan o'rgatish. Sizlarningki o'ylaganingdek bu hozirgi o'zgidan mangdigan mashinalar kelgusidagi texnik aqlli qilmoqchi bo'lgan ishlarning hammasi mush orqali bo'ldi. Bizningki hozirgi o'quvchilarim bor, ishlar qilayotgan aqlli soat deydi. Aqlli soatni bu shu Arduino orqali yasay olasizlar. Undaqda siz kelgusida bir yangidan bir kashfiyot yaratma, yangidan bir uskun yasayma, zada uni hatto bozorlashtirib, tovarlashtirma desangiz qila olasizlar. Oldimizda bu to'g'riliq bir necha darslarni o'rlashtirmoqchi. Bir dars nima desanglar, Qaysar Mijit akamiz ixtisoslashtirish, qanday pul topamiz degan deb berdi. Şu Uyg'urlarning ichidagi eng dangliq ixtisoslashtirishlardan birisi nurg'ulg'an darslar bor. Sizlarga yo'l ko'ktalaydi. Buni bir necha oylardan keyin qilamiz. Shu bir produktni, ya'ni bir mahsulotni yasagan bo'lsanglar, prototip albilan prototip bo'ldi-da, prototipni yasagan bo'lsangiz, uni yasash jarayonida siz o'ylashingiz kerak. Kimga yasaysizlar? Qanchalik pul topsizlar? Qandaq unaqa yo'l topish kerak? Kim bilan aloqalashib, qandaq investor deymizmi? Mablag' soluvchilarni topa olasizlar. Ashlarning hammasini sizlarga o'rgatadi. Pul topishni, yo'l topishni Qaysar Mijit akamiz sizlarga hammani so'zlab tushuntirib berdi. Buniki birinchi qadami nima degan chog'da mushunga yo'l yasash kerak. Unda bo'lganda oxirdagi 5-10 minut vaqtimizni Muhammad Emin ukamiz berdi. Muhammad Emin ukamiz sizniki bu yerda kelar qatim sizga muqim darslarni beraman inshaalloh. Shuni fikringiz bo'lsa berib qilsangiz, hozir men stop share qilyapay. Muallim, olim vaqt ustoz. Muallim. Topshiriqlarni qanday avatimiz? Topshiriq avatishini bayan Mehmet Çakam deb berdi. Onun da başqa yana Mengü Texnotorbet'te kirsanlar aşağıda tekrardan işletişte bir ders var. Andaki onun da başka yana WhatsApp grup sistemi evet yok. Aşağıdan qarsanlar buldu. Ustoz. Ama YouTube dersini qaytadan ko'ring, ha? Mana shu darsni YouTube chiqarib qo'yamiz. Ikkinchi dars qilib aşağıda topshiriqni